Yurish qilasizku o'zi kasbingiz nima? Hozir shu hokimiyat ishlayman. Qayerda hokimiyatda? Siz o'sha turar joy noto'g'ri kadastrdan o'zgartirib berish evaziga 5 ming avtobus olganingiz bo'yicha qabul o'tkazish tadbirimiz qo'lga olinmagan. Chap qo'ling qaysi? Pul qancha olgansiz? Qancha tegin? Buyoqqa nima deb yozilgan? $50 pul ustida. Qora deb yozilgan. Qora deb. Hozir bizlar qaysi harakatlar o'tkazdik. Bizning e'tirozingiz yo'qmi? E'tirozim yo'q. E'tirozlar bo'lmasa bo'ldi. Yakunlaymiz. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Kim bo'lib ishlaysiz? Tashkil tadbirlar rahbarisiz. Mana qarang, yangi perchak qo'ydim. Mana. Nima deb yozilgan? Qora deb yozilgan. Sanovdan o'tkazib olaman pulni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta $100'lik, 3 ta 50 AQSh dollarlik. Elektr 9892 turishchi. Bu protokolga tushgan bu seriya. Identichnimi, bir xilmi? Protokoldagi bilan bu pul bir xil. Bunlar ashyoviy dalil tariqasida olingan.